Hurmatli hamqishloqlar, sizlarga bir kichkina e'loncham bor. Men bugun o'z gidrometallurgiya kombinati bilan gaplashdim. Bugun onamalma, otamalma degan bir issiq bo'lar ekan. 70 gradusga chiqadi deyapti. Shuning hamma uydan chiqmay, soat 10 dan keyin birontan ko'chaga chiqma, soat 8-9 gacha kechki payt. Quyosh botib jo'g'ib ketguncha birovni ham ko'chada ko'rmayman. Birontang asfaltga jovushib qolib, yerib, lakilan ko'p qolib. Erta men boshimga darslar bo'lma birovni. Aytib qo'yayin, miyangdan qotin qulog'idan oppoq azib tushadi. Tomin ketib birikdan xiyol otib ismingni eslolmaydigan bo'lib qolasan, aytib qo'yayin. Bilan men kimman deb qolasan, issiqqa miyang ov. Tushundingmi? Qizlar, bachalar, ham bitta yigitlaringga qizlaring uchrashuvga chiqaylik desa chiqib ketma. Oxirgi uchrashuvim bo'ladi bugun, aytib qo'yayin agar ko'chaga chiqadigan bo'lsang. Hammang ventilyator tagida shamollab qana, faqat suyuqlik ich. Pepsi qilmayman, men suyuqlik ichar ekanman. Suyuqlik ichinglar deb aytdi, bironta kunga kola Pepsi qilmayman, aytib qo'yayin. Kran suv yoqda o'zimizda tabiiy buloq suvdan ich. Buni olib kelamiz suv. Konditsionerni qo'shma birovga ham. Konditsioner bo'lmaydi, konditsioner kasal qiladi. Biz sovuq mazan qocha aytib qo'yayin. Tomirlab chobasanki momaga tomirimni ushlataman deb. Tushundilarmi? Hammang o'zingda ehtiyotda. Bir oy qoldi, bir oy chidab tur, o'lmaysan. Sog'aman hammang o'qishga yetib ol. Tushundilarmi? Menga problema qilma birovga. Tabiiy gaplashamiz, sog'liq.